birdan 16 o'tdi, 31-dekabr vatanchaga qaytamiz. 3 kundan keyin qaytamiz, 4 kundan keyin. Ungacha damchani olib вернемся. Deyman, brachkamdan ko'rsatdi. Brachkam men bilaysiz. Ha, uyga boraylik. Ana energiya olib kelaylik. Keyin o'sha energiyani yana sarflaymiz keyin. Sarflashga joy bor. Ha, sarflaydigan joy bor. Shuna maksimalni ana ish hamma narsani shaq qoldiramiz. Chista dam olish uchun, meni расслабляться qilish uchun ketamiz. Shu. Mashina tachonni ko'rsat, tachon. Tachon mana, biz tachon. Meni bizda emas, bizani, hammamiz. Ha. Nasib qilsin. Ishqilib yaxshi. Ma. Ketdik ha. Ketdimi? Vatanga qaytamiz mana, vatanga. Что bu ana mashina salafalari olinmagan. Yangi chiqqan. Salondan shunday olib chiqdik. Sразу ketamiz vatanga. Yangi mashinada kayf qilib ketasan odam. Simbolik maza qilib ketamiz, orqaga 2 kishi ketamiz. Takam tomoshalarni tushirib olganmiz. Barchalarni podlakotnik nima deyiladimi? Lekin mashina zo'r ekan lekin. Base Tune degan mashin, nechi modeli? B70. Xullas sedan variantida, Jeep varianti emas, sedan variant. Base Tune. Zo'r mashina ekan. Takoy komfort bizga ham nasib qilsin. Zo'rlari ham nasib qilsin. Nasib. Nimalar? Ko'zlar qizlar uxlab kelib yurma. Bizning arang ochdi. Samarqand bozoriga bizga ko'rdik. Eng bu baza bozori. Pitakchi. Uyga qaytayotgan paytda обязательно kirib, ikkita nam olish kerak-a bog'da. Как минимум. Kimga qanday, senga shunday. Endi просто menga ham например обязательно emas. Men deyman-da. Ba'zi ishlardan. Ha, yaxshi. Klassik. Qayerga keldik? Biz maktabga keldik. Bugun sizlarga maktabni obzor qo'yamiz. Qo'limizdan kelgancha bundan tashqari nostalgiya qilamiz. Mana nimalar qilgan biz maktab qanaqa o'tgan, chokchimu bo'ldi ham bachkam bilan. Da. Lekin armonimiz bor-da. Ya'ni katta armonlarimiz qolib ketgandi maktabga. Bitira olmaganmiz-da. Shunday lekin. Faqat bitta plusi ekzamenlardan shu turib o'tib ketganmiz. 9 tami nechtadir ekzamenni. Chista ana karantin hisobiga. Lekin juda katta armon bo'lgan lekin borki, bu shunday qilmaganmiz. Bitirmaganmiz. Eng qizig'i 9-sinfni bitirgan paytimiz 11 yillik bo'lgan. 11ni bitirgan paytimiz karantin bo'lgan. Yomon bir omadli bola bizda. Let's go. Askar kiraylik qan. Juda kamera lekin nimada? Xiraj chizibsan? Askar shiri poxo'da. Ha, onasiga kirayotgan ekan. Aytaman bu. Qorovul bor. Shu paytgacha to'ys. Eshikda o'rlab qorovul turmagan-da. Sen mumkin masala qo'yib qo'ydim lekin aka. Shu o'tkazib beri bor bo'ling. Assalomu alaykum. Dabro oldik. Aylanib chiqib ketaylik. O'sha ahvol. Men baqqan bir necha deysiz что. Salom necha deysiz. Bunni eshak, salom eshak. Endi har xil oti bor-ku. Lekin bok-a. Aha. Baribir o'tganda, yoshligimiz o'tganda baribir. Men kimniman tushundim, baribir. Yoshligimiz o'tgan odamni uni sachraydigan krancha bo'ladi, hali ham bor ekan. Og'zimizni qo'yib suv ichaylik. Gigiyenani cho'qqisiga chiqqanmiz-da. Hamma o'sha odam og'zchasini qo'yib. Hali ham bo'lish kerak, ana ustida teshikchalar bo'lsa kerak, fontan chiqadigan ko'rsatamiz. O'xti. Mana teshikchalar, mana bor hali teshikchalar mana. Ko'ryaptimi? Mana. Mana. Teshikchalardan suv chiqadi, fontancha bo'lib. Og'zchani qo'yib suv ichganmiz. Simiramiz. Mana baqa bufet bo'ladi. Legendarniy yangacha deylik. Bag'la. Mayli, o'z yo'liga, faqat ichkariga. Shunday kirib, mamadan ne kirib, ne ichkariga o'shalar dars o'tilishi deb olmay. O'sha ish qilib. Ichkariga bilasanmi qachon kiramiz? Ichkariga kirishda vaqt keladi. Maktabga qachon kelamiz? Immindan o'qish bor payti, ham o'qib yurgan payti kelamiz. O'zi vaqt keladi. Hali kelish niyatimiz yo'q. O'sha kelgan paytimiz ish qilib hamma bo'ladi. Bemalol ichkarilarga kiramiz. O'zimiz o'qigan xonalarni ko'rsamiz.
Ana atmosferachani ko'rsamiz xullas sizlarga. Men hozir tashqarini ko'rsatsam ham yetadi anchami. Lekin men vaqti kayf qilaman lekin. Mana bizdan yana borki, ham yangida, biz o'qimaganmiz bizdan yalaga. Yo'q edi, вообще. Umuman yo'q edi. Mana bizdan yala bo'lmagan. Men bu ham bo'lmaganmi? Bor edi. Bor edimi? Bu bor edi, ha bu. Просто eshik ochilib tambodan. Xullas mana bu qanaqadir chizilibdi mana. Baqqa fizkultura bo'lsa kerak edi mana. Anaqa to'g'riga, ana ko'k darvozacha borki, ana yoqqa marib bo'ladiganlar bor edi. Rahmatli o'tib ketdilar. U magazinga samma такое, ana unikalniy narsalar bo'ladi-ki, o'shanaqa narsalar sotadilar jet. Ana hech kim bo'lmasa ham, lekin mana shunga sotiladigan narsalar bo'laysiz. Hech kim bo'lmasa ham shu marboga boradi. AliExpressga yo'q narsalar bo'ladi. Mana bu bizani stadion. Vaqti ko'p dvijlar bo'lgan lekin. Mana Rasmlar, videolar topsak qo'yamiz anaqa stavishga. Unaqa rasmlar ko'pmi deyman, videolar. Ko'p lekin voy bilaman. Ana ketdi mana. 1 2 3 mana. Ha, legenda mana bu. Brus yo'la legenda mana. Kim mana bu mana turniklar mana. Mana. Fitness puchimiz shaqdan boshlanganda o'zadi. Hech qanaqa nima tutmaganmiz ham. Asoba. No fitness sferasiga shaqdan kirganmiz. Mana shu brusyachalar и turnichok. Mana shu stadionimizga borki, o't chiqishini men yoshligimdan orzu qilganman. Biz bu uchun har yili investitsiya qilaylik. 200 so'm, 300 so'm azeliniyaga yig'ilib lekin ana yonchasidan ozgina o'saydi-da, o'tdasi ham o'saydi. Hali ham mana shu ahvol mana. Chakkachalari o't bor, o'tdasi yo'q. Ana вообще ana ozera bo'ladi, kulmak bo'ladi. Былые времена-larda esa treninga baxtimiz qilish kerakmi deyman daveriga. Yo'q. Пару подходов. Ketdi Brusa. Давай. Короче, xullas. Hech kim hamma darcha bor ekan mana. Alam bor darcha. Degan darchasi. Bekshaq qilib. Mana darcha. O'sha-da alam. Mana. Bizdan sport zal. Mana. Mana shu sport zal. Xullas aytamanki, keyin kelamiz buni, ichkariga kiramiz. Takoki, sizlar ko'rsatib beramiz ichkaridagi atmosferani. Yo'q, katta выпуск bo'ladi. Kitobda obzor bo'ladi. Maktab. Faqat keyin, faqat. Ha, faqat keyin. U uchun biz bir ikkita ishlarni qilishimiz kerak. Bir ikkita emas, ko'p ishlar qilishimiz kerak. Lekin u juda katta выпуск bo'ladi. Prям полный kitobda obzorni qilib beramiz. Bozorlarga kiramiz. Там nima более-менее достопримечательностьlar bo'lsa kitobda hammasiga bitta borib chiqamiz. Но этот день придёт. Maksimal nostalgiya qilamiz. Da, u жёсткий bo'ladi. Muhim ichmayapsiz-da? Mana kilo. Qanday soqqani? Hamma qilaman. Hazırlaşamam. Voy doni. Açamsan. Ha, ishlamaysan bo'lmi? Bir foto ishladingmi? Ha, kadr shuni deymiz. Bo'l ishlayman yana bitta qarab tur. Davay. Ham kadr shuni? Endi krupni oladi. 3 marta kadr shuni ishlasak, trenirovkacha o'zi завершена bo'ladi. Tamam. Брюс, ты старался делать, да? А что, он не такой, свет за учёт. Qanaqa? Berganmi? Брюс такие. Nima qaysi istoriya? Nimaga yana? Sana janjaldagi nima deydi? Gapirma. Kat. Ket. Agar topsa yana videoni qo'yar, vrachdan orqadan olinganki, suxoy paytning videosi borki, o'sha videoni qo'yar. Если что? Uni qo'yish. Mana nasib deyman. Ya, qo'yish kerak. Bo'ladi qizlarga. Такой. Bir ikkita momentlarni blur qilib qo'yarsan. Bir ikkita bo'ldi. Ammo biz rasmni blur qilishga to'g'ri keladi. Если что, bu joyga, Donning aytishi bo'yicha qizlar anaqa qilganmish. Oybek ustidan janjal qilganmish. Vayma qo'yali. Mana shu balan ustidan qizlar janjal qilganmish. Именно mana shu Brus Torli. Men balay topdim. Ya, men guvohmas edim lekin. Ana sразу arqon beradilar hamma. Siz ishlamaysiz, ray? Siz faqat kommentariy berib turasiz, ishlayapsiz. Ana sразу видно-da, hech kim ishlamayapti. Zanglayapti hamma ko'z. Zang bosib ketgan. Bo'ldi. Bo'ldi. Ko'p. Fitna bo'lib qolmasin dedik.
Bu ancha orqaga ketishing kerak-da. Mana Bo'la hazillashib kelur. Ayni qiz amaqa daraxt qo'yapti. mana bu Daraxt juda ko'p bo'ladi. mana bu yerga bitta rasm chop, Ilhom ikkalamiz lopatka bilan. Mana bu Bemalol qilamiz. yoshunsak bo'ladi. Prямо shu rakurs edi-da. O'sha rasmni qo'yamiz ana shu joyga. Chiq qitib. Da. Ilhom yo'q bo'lsa ham biza qalban birga bizlar. Ilhom как всегда yo'q. Ilhom baribir ko'p vaqtlarni o'tkazgan baqqan. Ha, Bitta o'yin oldi, hamma qayerda u. Ilhom tем более yaqin edi Ilhomga. Побыстрому chiqib тренировка qilib ketaverishadi. Ertalab ana yugurishga chiqaydik-da, soat 5, 6 tur har xil ana sezonga qarab. Shu yugurishga chiqqan paytlarimiz o'shalar kerak edik. Mana shu Brusiyaga, shu turnikka ham boramiz. Ketib turnikka boraylik. Ha, qolsa ham bular. Shu turnikka boraylik. La. Были времена, да, o'sha paytdan keyin bo'ladi biz bilan. O'sha yugurishga chiqaydik. Maktab paytlari yugurib, kelib, trenirovka qilib, keyin uyga borib yana qaytib, tam kiyimlarni almashtirib, завтрак qilib, keyin yana maktabga qaytib kelardik. Уж такие мы продуктивные были. Hamta bo'sinchi vrachga. Bo'ladimi ishda? Endi kadr uchun bo'lsa kerak. Без разминки og'irmi degan. Запомните этот момент. Ay. Хорош. Bo'la. Legendarniy turnik. И брось. Ну, Это как рабочие моменты, там, стресс, депрессия, тревога. Долги, krediti. Kredit yo'q, xudoga shukr. Joyni bari kesib tashlaymiz. Ha, mayli. Lekin ichkari kirib kelibdi. Mana ichkari kirib kelibdi. Просто hozir ichkari kirishdan aniq yo'q-da. Ya, smysl yo'q. Ana o'quvchilar bo'lgan payt kirish kerak. Stoloy bor, yana qaysi. Ha, shu xonada stoloy bo'lgan. Stoloy. Hali qaytamiz vaqtga, hali o'sha aytganimizdek qiladigan ishlarimiz ko'p. O'shalarni qilgandan keyin Keyin o'sha hammamiz o'pishga qaytamiz. Ha, u payt o'sha Ilhom ham bo'ladi. Donka bo'lmaydi lekin u payt aytib qo'y. Men Toshkentdaman.